Assalomu alaykum ahli YouTube. Bu Chust shahrimiz. Chiroyli qilib yo'llarni mana bo'lib qo'ydi ikkiga. Yaxshi bo'ldi, ancha probkalar yo'qoldi. Mana edi mana do'konlar. Mana edi Istanbul do'kon bor ekan. Istanbulda paydo bo'lib qolamiz hozir. İstanbul ko'chalari mushuk isinib yotibdi. Kapot ustida yotibdi. İstanbul'da markazida Buxara 93 degan restoran bor. Buxoroliklar ochgan shekilli edi. Buxara 93. Mana bunaqa telefonlar ham bor. 没有右脚怎么了？ Xitoydan kelgan mehmonlar ham bor mana. Yurishibdi. Mana masjid. İstanbul'un markaziy maydonlaridan biri. Go'zal. Masjidga kiramiz hozir. Mana bunaqangi qovurilgan bir narsalar. Makkani suvida qaynatib. Kardeşim bu ne kadar bu birisi? 50 lira 50. 50 lira ekan bitta. Mana shu nima? 50 lirasi endi 1 yevroga to'g'ri keladi. 1 yevromiz 14 ming. Sultan Süleyman'ın kimliği yok. Biz Umre'ye gidiyoruz. Bedava yap ya. Bitta ro'mol 350 lira mana. 350 lira bu dollarda 41 bo'lsa deta to'q mana 10 dollar ekanda. Şarflar. Mana nima ekan? Tarvuzi sharbati. İstanbulda mana mushuklar juda ko'p. Mana bittasi qo'rqmaydi odamdan. Kecha bu yoqqa qo'rqmaydi ham. Ular hammasilab siypalab yaxshi ko'radi bularni. Bu yoqda barcha Bismillahirrohmanirrohim. Sultonlarning qabri bor. İstanbul'da o'tgan sultonlarning maqbaralari, qabrlari. Hozir kiramiz bu yoqqa. Mana barcha o'tgan sultonlar, ularning farzandlarini qabrlari bu yoqda.
Bak başörtüsü var burada bak. Başörtüsü var burada. Bu büyük iki. Sultan. Sultan. Oraya git oradan çık. Bu tarafa git. Tamam. Sultan Ahmet Han kızı Hadice Sultan. Şahzade Selim. Oğlu ekan. Sultan Ahmet Han kızı Esma Sultan. Sultan Osman Han 2 kabirleri. Sultan Ahmet Han. Bunun en kattasi Sultan Ahmet Han qabri ekan. Manasi Sultan Murod Xon. Sultonlar har xil qimmatbaho taqinchoqlari, poyabzallari, hassalari mana. Bu hassasi, sultonlar kavshi, mana belbog'i, oyoq kiyimlari. Qanaqadir idishlar. Qanaqadir quduq bu, mana shu yerda quduq bo'lgan ekan. U chiroq yonib ketdi bu yerda. Bu yoqda mana Qur'oni Karimni nusxasi. Ko'ring. 1865-yildagi nusxasi ekan Qur'onni. Mana bu lola gullari ya chiroyliligini. Sariq lola, qizil lola mana edi. Mana bu Ayya Safiya masjidi. Oldin birinchi masjid bo'lgan, keyin buni cherkov qilishgan, keyin yana masjid bo'lgan. Mana fontan ham ishlab ketdi bizni. Yaxshi kelishimiz. Sulton Ahmet mana hozir bordik-ku, o'sha masjidni tashqari tomondan ko'rinish. Ayya Safiya masjidga kirish uchun mana shunaqa o'chirt bilan kirib boriladi. Ichkarida keyin bu yerda mana dress kod bor, kiyinish tartibi. O'sha kiyinishga qarab qabul qiladi. Shortigida ro'molsiz kirish mumkin emas. Ayollarga-da endi ro'molsiz, erkaklarga shortigida. Kapıdan aşağı in. Tekshiruvlardan keyin ichkariga kiramiz. Ana yerda tahorat qiladigan joy bor. Kirib kelishdi. Eshikdan kirsangiz mana yerda qanaqadir maqbara bor. Bu maqbara kimliginikini mana yigitlar ham qidiryapti, topolmayapti. Lugano'dan futbolcu çıktı. Eshigini qaranglar, kattaligini. Mana kirib kelishda hashamatli masjid. Bu yerda ro'parada Alloh yozilgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Bolalar maza qilib
Ulaşmaça oynashyapti mana. Oynashyapti. Ustunlari toshda. Toshni mana shunaqa qilib o'yib kolonna qilgan. Qarang, qanaqa go'zal. Bu yer cherkov bo'lganda, ana shu bo'z bilan tortib qo'yganning orqasida rasm bor. Iso alayhissalomning rasmlarini chizib qo'ygan. Bu yerda yana haligi Maryam onamizning rasmlari bor bo'lgan, o'shani hammasini to'sib qo'yishgan mana. O'chirib tashamaganda to'sib qo'yishgan. Masjidda bu yoq. Oldin cherkov bo'lgan o'shanga. Shunaqa bo'lgan. Bunaqangi kartoshkani sariyog'lari qo'shib har xil duxovkada pishirilgan kartoshka bu. Sariyog', sir, har xil salatlar mana. Makka, alifki. Sende onun değişiği var mı abi? Daha şekilli var. Qo'shimchalari bor buni. Mana bu yerda tayyorlab qo'yganlari bor. Kartoshkani tayyor pishirganlari. Mana shu bittasi 8 yevroga to'g'ri keladi. Bizi pulga 100 ming so'm. Lekin to'yimli, juda ham ajoyib. Bu restoranni ne atı ne restoran? Topkapı Kafe. Topkapı Kafe deyiladi. İstanbul'un markezde, Süperesi'den çapta ön tarafga qarab yurganda Topkafe degan joy bor. Marojnilar, har xil soklar, ichimliklar, hammasi bor. Hepsinden atayım mı? Evet. Evet kardeşim. Yani hammasidan soling dedim. Zaytun, evet. Evet. Zaytun yol solyapti. Buradan bir ko'rsataman. Makkalik mana. Ben dedim defini çekmekten bak hepsini hazır da abi. Abi o ne o? Oo, griblar harika. Mana bu da mana bir qarasam açık qalampirlar. Spet zakaz bo'ldi o'zi.